Assalomu alaykum Qirg'izlar kanali ko'ruvchilari. Bugun 4-iyul kunga o'xshashib o'tadi. Salom bo'lsin. Mana sarlama bozordamiz. Ko'raroq bozordamiz. Aka qancha oldi? Aka nashriyasi yo'q, sotilmagan o'xshaydi. Qo'y bozordamiz. Ko'rarog'i qo'zilar to'lib ketdi. Hozir bir akam bilan söylashib qoldim. Aka qanchadan oldingiz desam 14 dan oldim deydi. Xuddi shunday qo'zilar, erkak qo'zilar ekan. Bundan foyda qoladi desam, keyda o'zim bilan o'zi bo'lib qoladi, keyda yaxshilab foyda qiladi, keyda ziyoniga qilaman deydi. Satam deydi. Ana boqqandan ne foyda desam, ukam pul qarmalab turadi deydi. Shunday ekan. Qiziqarli. 12 ming, 13 ming so'mdan deydi. Qo'zlara. Erkek kurgaç aralaş mı? Bir urgaç var, urgaç. Ha, bir urgaç var. Önceden kemi vardı kozlarda. Erkek kozlar bunlar aka? Erkek kozlar. Erkekler. 13 bin so'mdan kemi vardı erkek kozlar. 12 bin so'mdan deydi. Nasıl da 12 aka? Nasıl da 12 aka? Ya optum dün bağladın ha? Tanımaya kaçı? Tanımaya yok dedi. Siz kaç eken? 11 milyon. Erkek ha? Sizki de erkek mi? Pardon? Erkek. Bunlar 11 milyon. 12 milyon dün bağladı. Dün 16'dan deydi eken. Erkek kozlara vardık ha? Eken maydaların tereğinde odadı eken. Kançadan sürayında odadı eken maydaların. 12'den beri miydi? 12'den beri veydi eken. Maydalarını alayın deseniz mi? Kozlar ha? 13 bin so'mdan deydi. Bir canımız var. 11,5 mi? 13'ten de odadı gene eken. Erkek kozlar ha? Bunlar erkek ama o urgaç. Erkek urgaçım erkek. Qaysi qa? Zo'r qo'zilar. O'zing baqqansın. Nasreniya var zo'r. Jev ichishleri moshni ha? Qanchadan ham? Aqchasi qanchadan bular? Aka bunu 5 Nani jeti? Na 5 ga. Erkek urgachi. Ekoten urgachimi? Urgachi bular aka. Ha, bu erkek ekan. Telefon nomerni aytasizmi? Malades. 9 ming so'mdan deydi. Urg'ach qo'zilar ekan. 12 ming so'mdan deydi. Erkek qo'zilar ekan? Voy, erkek nola urgachi. Nola urg'ach, ha? Bozor qancha suradi ekan? Suradi? Har xil suradi. 3 ming so'mdan deydi. Urg'ach qo'zilar. Kemi var. Kemi var. 6 öten urgaçındaki. 6 o'tang urg'achi deydi. Qiziqqanlarga telefon nomer bermaysizmi? Yok. Satılıp ketadi bozorda hozir, ha? Bu da kalaza. Yo'q, xudo xolos satılıp ketadi. Akam arzonlarni aytib o'tadi ekan. 13,5 mingdan erkek qo'zilar, ha? Urgaçsan var mıydı? Amına var. 6 çarpı. Meko 6,5 mingdan, ha? Maydan aqlar. 11 bosh erkek qo'zilar, 18 dan kami var deydi. Shunda. Yaxshi ekan, bo'ylari büyük. Yaxshi ekan. Yirmi 3 ming so'mdan deydi. Erkek qo'zilar, quyruqlari yaxshi ekan. O'zlari dag'i bozordagilardan büyük ekan. Çalan erkek qo'zilar. Telefon nomer deyishinglar o'tganlar. Ko'pincha dehqonlarda olib sotarlar. Bozorda ele sotilib ketadi-ku, o'sha nomer bermaysiz deydi. Ondan so'rab qo'ydi. Ko'pincha bozorda sotilib ketadi. Sotilib ketgandan keyin chalganlarda ele ko'p bo'ladi deydi. Bo'lsa berib qo'yish qiyin emas deydi. Sotgan odamlarda ele. Aqchalari qanchadan ekan aka? 17 mingdan. Erkek ha bardi ha? Aralashmi? 17 ming so'mdan.
Altta da erkek kozular. Nerede? Çoğun ekan. Aka qanchadan ekan bu qo'zlar? 22'den deydi. Yaxshi bu. Men o'yimcha. 22'den. Çoğunlar da var ekan içinde. Optum'a 18'den deydi. Tamam, namayga söyleseniz deydi. Şunday, erkek kozlar. Jalan erkek aka bular ha? Şöyle jalan erkek kozlar teknik. Optum 22'den. Dodotken erkek kozlar. Kozlu erkek kozlar. Sizin katılına zor ekene. Bir uftar yaxşı gelsin. Namenen? Name? Birin 19, birin 18 lira odası. Bir beyde de. Akam kaçta da odası? Öyle de öyle. Biraz yaxşı eken kozlar. Kozlar yaxşı eken aka. Uzun kuyruklar da yaxşı eken. Anlatılır. Mana. Bayağı akam sırayatkan kozlarını. Kuyrukları. Ekçiden 6 işgacha. Akçalar qanchadan aka? 35 milyon. 35 mingdan. Dün Dün bağlı. Tanlamayga süleşiz. Dün satası. Dünge satasızmı? Mesela parodas qanday bo'lib qoladi aka? Kırgız koyda. O'zingizning qirg'iz qo'ylarini, ha? To'q. To'g'ri. Yaxshi ekan. Enchiga da mashina ekan. Eti soyg'onida bor ekan ichida. Semiz ekan barmashina. Telefon nomerlarini aytib qo'ysa ekan? Hele satılıp verdiler. Biroq qo'ydim bozor tezda o'ta. Sotilib ketadi inshaalloh. Qozaq 19 ming so'mdan erkek qo'zlar. Quyruqlar sonda ekan biroq ularning, ha? Bundan olib turiblarmi? 65 versen kaçıdan bol kuladan kaçıdan bol. İnşallah yaxshi olib turadi biroq, ha? Zor Zo'r bo'lib turibdi 19dan bo'lsa. Zor bu. Hoşan Aykut Bey aga girip aldı. Tayyip duradi. 4 ön aldı ekan. Çoğun doğru terib olib tur ekan 19 mingga. Hoşan aptı. Altı tiş 26'dan deydi. 14'te 16'da sayın. Ek tişler 37'den bo'lib tur. Hoş. Bu yıl 4 tiş bo'ldi. 70 kam var dedi. Razrezleri moshni ekan. Siz bu qancha ekan? 70 ekan. Bunda da 70 tiş. 4 ish. 4 tiş. Razrezleri mi? Telefon numarayı aytasizmi? Ayting. 559 28 47 75. Qayoqda bo'ladi bular? O'sha Qoltirakda. Choloqterakda. Kishi qanday buni? Bu 6 tiş, narigi 4 tiş, bu 100 ming. 6 tish, 4 tish. Bu internet Oo, 100 ming dedingiz narxini? Maşallah, o'ta gigant ekan, ha, biroq, ha? O'ta gigant ekan. Mana, ko'rib qarasangiz. Narxi munosib 100 ming dedi. Bu qancha tish bu? Bu 4 tish. Maşallah. Demoshni. 159 ming qiziqqanlarga. 0077 95. Qayerda bo'ladi ekan? Qayrag'ashda. Qayrag'ashda. Quyruqda o'ta katta ekan biroq aka. Elli ming so'mdan deydi ikki. Shunda o'ttir so'mdan ekan. Shu quyruq. Qirg'iz bozordagi quyruqlari. 50'den 130'gacha ne kitişler mi? Kuyruklardan.
Жылтырап. Пародалар қайсы? Алатау bu. Алатау bunlar ha? Таза Алатау дейді. Ағы Қошқар сезен көлі odады mı? Қырғыз базарды. Қошқар сезен келіп отыр. Қойғаны. Екі тіштер. Жараса керек екі тіштер ha? Mesela yolu je mına çoğalaqtırıp qo'ygan yaxshi bu negizi. O çoğuraqı degan bularda. Bozordan oldik. Yaxshi kelsin. Hazretlarda çoğun degan tebrik kemi. O nasılda moshma ekan. Telefon numarını aytmaysiz aka? Aytingchi. 770 66 66 47 deydi. Qayaqda bo'ladi aka? Barpuda bo'ladi aka. Soğunu topu çamılan tartması gerek. Naraqdan, miyaqdan tasaq yaxshi ko'rinadi. Shunday yaxshi ekan biroq. So'nmi ekan. Bo'ylarni qarasangizlar. Yaxshi ekan. Çalaverasinglar. Barpuda bo'ladi ekan. Zo'y ko'rib olsanglar, mashinalar bor ekan ichida. Qo'chqorga qo'yganlar. Bardығы жақсы екен, жақсы нәтижелер жақсы болады дегендей. Екі тиш, мұнысы 80 мың сом, мұнысы 50 мың сом, а? Azrezde. Qo'chqorlar ham bo'lavergan, biroq. 150 mingdan da o'tadi ekan. Tishlarni bilmadingmi, Jashin? Qiziqmadi hali? Ne iki tish? İki tishdan 8 tishgacha endi. Alatovi bular qaysi parada? Alatovi, yaxshi ekan. Qarashammikan aka, nima ekan bu? Yiga ekan biroq, sovuqtori ham jo'g'on ekan biroqchi. Mo, qara. Yo, bo'lak ekan biroqchi. Qo'zi bo'lak ekan. Qanchalik qo'zi aka bu? 5 oylik qo'zi. Aka qancha so'radingiz? 40 ming so'radingiz. 40 ming so'radingiz. Joqini 70 ming deydi. 40 ming so'radi ekan qiziq. Nomerdan yozib oling. Bo'ldi aka, aytsangiz o'sha jazomizda. Qarasi qancha aka? Qarasi ham 70 ming quloq. Bu ham arasham bu. Bir qo'chqorning bag'asi deydi. Telefon numarini aytib qo'ying aka. 225 ming. 225 47 47 19 11. 19 11 deydi. Qayerda bo'ladi aka bu? Barpu. Barpuda bo'ladi ekan. Qiziqqanlar ko'rsangiz bo'ladi. Hozir mana videoda qanday ko'rinadi bilmayman, biroq bo'ylari da buyuk, so'yuklari da jo'g'on ekan. Quloqni ko'rdingmi? Garbanos. Videoda uzab ketdi. Tug'anlar qo'ldan kelishincha yaxshi tartgan harakat qildik. Kamchiliklar bo'ldi. Ne diyeceğim? Evlerimizlerge tinchlik, amanlık, çarvanızlarga bereke. Tinch bolingizlar, aman bolingizlar. O'rmaningizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosingizlar. Yaxshi so'zlaringizlardan kommentariyaga yozib. Reklamalar bo'lsa qayerlaverasizlar. Mol bo'lsin, qo'y bo'lsin. To'q bo'lsin, tartaverasizlar. Aka qanchadan ekan bular? 43 mingdan oldim deydi. İnşallah seniz aka. Assalomu alaykum. Maktan bosib ketingizlar.